Bugun sizlar bilan biznes uchun Facebook tarmog'ida targ'ibot ishlarini ko'rib chiqamiz. Avvallari ijtimoiy tarmoqlar faqat hordiq chiqarish va do'stlar, yaqinlar bilan muloqot qilish uchun ishlatilardi. Bugun esa ular turli xil bizneslar, xizmatlar va mahsulotlarni targ'ib qilish uchun ishlatiladigan muhim maydonchalardan biriga aylandi. Facebook keng auditoriya orasida top tanlovlardan biridir. Har oyda Facebookka 3 milliarddan ortiq foydalanuvchi kiradi. Bu uning ulkan mashhurligidan dalolat beradi. Biznes uchun o'z xaridorlari va brend muxlislarini topish uchun yordam beradi. Shu sababli biznes uchun Facebookda targ'ibot qilish majburiy, ya'ni must have. Ushbu videoda biz biznes egasi sifatida Facebook orqali lidlarni qanday olish, savdo taklifini bosqichma-bosqich qanday yaratish, sozlash va reklama qilish haqida batafsil to'xtalamiz. Facebookda targ'ibot o'zi nima uchun kerak? Biznes Facebookda muntazam va har kuni e'tibor talab qiladi. Buni biznes egasi yoki yollangan xodimlar olib borishi shart. Bu esa quyidagilarga erishish uchun zarur. Birinchidan, kompaniya yoki brendning mashhurligini oshirish. Ikkinchidan, maqsadli auditoriya sadoqatini shakllantirish va kuchaytirish. Uchinchidan, mavjud ehtimoliy mijozlar bilan tadbirlar va uchrashuvlar tashkil qilish. To'rtinchidan, yangi potensial mijozlarni jalb qilish. Beshinchidan, savdo hajmini oshirish va marketing maqsadlariga erishish. Facebookdagi ko'plab reklama vositalari ana shu maqsadlarni amalga oshirishga yordam beradi. Buning uchun biznes sahifasini yaratish va targ'ib qilish qoidalarini bilish kifoya. Facebookda o'zi nimani targ'ib qilish mumkin? Facebookda biznes yaratish ko'plab sohalar uchun dolzarb hisoblanadi. Xo'sh, bu ijtimoiy tarmoqda aynan kimlarga targ'ibot kerak? Birinchidan, brend obro'sini oshirishni istagan kompaniyalarga. Facebookda ijobiy imij yaratish orqali ehtimoliy mijozlarning e'tiborini qozonish mumkin. Ikkinchidan, mahsulotni butun dunyo bo'ylab yetkazib beruvchilarga yoki xorijiy xaridorlarga yo'naltirilganlarga. Masalan, chet tillari bo'yicha kurslar. Uchinchidan, B2B segmentida ishlaydigan kompaniyalarga. Facebookda ko'proq yetuk auditoriya, ya'ni kichik va o'rta biznes egalari, top menejerlar o'z vaqtini o'tkazadi. To'rtinchidan, yangi tashkil etilgan kompaniyalarga. Faoliyatini endi boshlagan bizneslar va onlayn do'konlar uchun Facebook yaxshi start maydonchasi bo'lishi mumkin. U orqali potensial mijozlarni va ularning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish mumkin. Beshinchidan, xususiy mutaxassislarga. Masalan, SMM mutaxassislari, targetolog, fotograf, copywriter, sartarosh, dizayner, repetitor va boshqalar. Facebook ularga mashhurlik va mijozlar sonini oshirishda yordam beradi. Oltinchidan, xizmat yoki servis taklif qiluvchi kompaniyalarga. Go'zallik salonlari, basseyn, restoran, kafe va sport markazlari va hokazolar. Facebookda biznes sahifa yaratish deyarli istalgan soha uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Lekin tarmoqdan foydalanishdan oldin mahsulotingiz, raqobatchilaringiz va ularning tajribasini tahlil qilish muhim. Olingan ma'lumotlarga asoslanib kutiladigan natijalar va sarmoya rentabelligini obyektiv baholash zarur. Eslab qoling, Facebookda targ'ibot uchun keng taqiqlangan mavzular ro'yxati mavjud. Shuningdek, ba'zi mahsulotlarni umuman ijtimoiy tarmoqqa joylashtirish maqsadga muvofiq emas. Masalan, katta hajmdagi texnika yoki tor doiradagi mahsulotlar. Facebookda biznesni targ'ib qilish uchun qaysi turdagi akkauntni tanlash kerak? Facebook 3 xil sahifa yaratish imkonini beradi. Ya'ni shaxsiy profil, guruh va biznes sahifa. Biznesni sifatli rivojlantirish uchun aynan qaysi turdagi sahifani tanlash muhim. Shaxsiy profil, shaxsiy akkaunt biznesni targ'ib qilish uchun mos emas. Avvalo, Facebook qoidalariga ko'ra ism joyiga do'kon nomini, masalan, bolalar uchun kiyim do'koni yoki mutaxassisligingizni yozish taqiqlangan. Agar bu sizning biznes strategiyangizning bir qismi bo'lsa, shaxsiy profilingizni ishlatishingiz mumkin. Ammo shaxsiy profilni reklama orqali targ'ib qilishning imkoni yo'q. Demak, sizning biznesingiz haqida juda kam odam biladi. Vaqt bu pul, shuning uchun uni behuda sarflash tavsiya etilmaydi. Endi Facebookdagi tematik guruhlarni ko'rib chiqamiz. Guruhni rivojlantirish ham to'g'ri yo'l emas. Garchi bu shaxsiy akkauntga qaraganda ancha noaniq bo'lsa-da. Afzalliklari nimalardan iborat? Birinchidan, savdo uchun qo'shimcha maydoncha sifatida foydalanish mumkin. Ikkinchidan, ishtirokchilar mahsulot haqida bemalol fikr-mulohaza qoldiradilar.
Ularni sayt yoki reklamalarda ishlatish mumkin. 3-dan, guruh a'zolari brendga yuqori darajada ishonadi. 4-dan, obunachilar uchun foydali ma'lumotlar va tabiiy reklamalar bilan ommaviy blog yuritish uchun yaxshi variant. Afsuski, guruh yuritishning kamchiliklari ham ko'p. 1-dan, odatda guruhlarga odamlar muloqot qilish yoki nimanidir muhokama qilish uchun kirishadi, narsa sotib olish uchun emas. 2-dan, guruh nomidan kontent joylash taqiqlangan. 3-dan, guruh postlari Facebook tomonidan kamroq targ'ib qilinadi. Bu esa kichik qamrov va auditoriya minimal jalb qilinishini anglatadi. 4-dan, geotek va kontaktlarni qo'shib bo'lmaydi. 5-dan, analitika va statistika mavjud emas. Shuning uchun guruhda nimani yaxshilash kerakligini tushunish imkoni yo'q. 6-dan, biznes uchun muhim bo'lgan target reklama mavjud emas. 7-dan, guruhlar qidiruv tizimi tomonidan indekslanmaydi. Shunday qilib, Facebookdagi tematik guruhni rivojlantirish, kompaniya va mahsulotning mashhurligini oshirish uchun foydali marketing vositasi bo'lishi mumkin. Lekin savdo uchun emas. A'zolarni taklif qilish va muloqotni har kuni qo'llab-quvvatlash juda ko'p vaqt oladi. Va biznes uchun kamdan-kam hollarda maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi siz bilan Facebookdagi biznes sahifani yuritishni ko'rib chiqamiz. Marketologlar va SMM mutaxassislar Facebookda aynan biznes sahifa yaratish va uni rivojlantirishni tavsiya etadilar. Faqat shu holatda siz ijtimoiy tarmoqning biznesni targ'ib qilish va foyda olish uchun taqdim etgan barcha imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Endi sizlar bilan biznes sahifani yaratish bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Biznes sahifani faqat shaxsiy akkaunt mavjud bo'lgandagina yaratish mumkin. Bunday sahifaning muallifi avtomat tarzda adminga aylanadi va barcha huquqlarga ega bo'ladi. 1-qadam biznes sahifa yaratish. Facebookda biznes sahifa yaratish uchun shaxsiy akkauntingizning bosh sahifasidagi o'ng burchakda menyu tugmasini bosing va sahifa yaratish bo'limini tanlang. Bu yerda 3 ta satrni to'ldirish kerak. Birinchisi sahifa nomi. Bu yerga kompaniya, brend va sahifangiz nima haqida ekanligini yozing. Ikkinchisi toifa. Kompaniyangizga mos tushadigan 3 tagacha toifani tanlashingiz mumkin. Uchinchisi biografiya, biznesingizning qisqa tavsifi. Matnni kiritgach, sahifa yaratish tugmasini bosing va qo'shimcha satrlarni belgilang. Masalan, kontakt ma'lumotlari, manzil va ish vaqti. 2-qadam muqova va avatar qo'shish. Brendni muvaffaqiyatli targ'ib qilish uchun darhol sifatli surat yoki dizaynerlik rasmi. Masalan, kompaniya logotipini avatar sifatida joylashtirish kerak. Muqova uchun esa sifatli foto va 20 dan 90 soniyagacha bo'lgan videoni yuklang. Muqova o'lchami 820 ga 312 piksel. Bundan tashqari Facebook darhol harakat tugmasini qo'shishni taklif qiladi. Masalan, buyurtma berish, do'konni ko'rish, ro'yxatdan o'tish, xabar yuborish, qo'ng'iroq qilish va boshqalar. Bu biznesingizni targ'ib qilishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va qiziqqan foydalanuvchilar bilan aloqa o'rnatishni osonlashtiradi. 3-qadam sahifadagi muhim ma'lumotlarni to'ldirish. Biznesingiz haqida qanchalik ko'p ma'lumot qo'shsangiz, potensial mijozlaringizda shunchalik kam savol tug'iladi va ko'proq ishonch uyg'onadi. Facebook taklif qiladigan barcha ma'lumotlarni to'ldirsangiz, auditoriya sahifangizga kirgan ilk soniyadanoq u nima haqida ekanligini tushunadi. Bu esa ularda obuna bo'lish va mahsulotni xarid qilish ehtimolini oshiradi. Muhim jihatlardan biri bu URL manzil. Ma'lumot bo'limida tasodifiy belgilar to'plamini kompaniya nomiga almashtiring. Bu URL manzil esda osonroq qoladi va ko'rinishi ham professional bo'ladi. 4-qadam Facebook biznes sahifasini Instagramga ulash. Maqsadli trafik Facebookdan Instagramga yoki Instagramdan Facebookka o'tishi mumkin. Buni sozlamalar bo'limida amalga oshiring. Bu sizga faqat foyda beradi. 5-qadam postlar uchun taglarni tanlash. Har bir postda taglar, hashtaglar ishlatish kerak. Ular katta hajmdagi trafikni kafolatlamaydi, lekin biznes sahifangizning asosiy mavzusini tanlashda yordam beradi. Shuni yodda tuting, hashtaglar har bir post mazmuniga mos bo'lishi lozim. Uni tasodifiy tanlash mumkin emas. 6-qadam kontent yaratish. Kontent bu biznes sahifaning asosi bo'lib, u marketing strategiyasi va maqsadlariga qarab doimiy ravishda yangilanib boradi. Oldin kontent reja tuziladi, unda maqsadli auditoriya xususiyatlari, vaziyatga mos postlar va savdo materiallari hisobga olinadi.
Facebook biznes sahifasi uchun kontent yaratish. Matnlar foydalanuvchilarni xabardor qilibgina qolmaydi. Tajribali kopirayterlar yozgan matnlar biznes sahifani targ'ib qilishning samarali usuliga aylanadi. Samarali kontent strategiya va kontent reja tuzish. Kontent strategiya bu kontent bilan ishlash bo'yicha barcha rejalarni o'z ichiga oladigan hujjatdir. Facebook uchun sifatli ishlab chiqilgan strategiyada aniq ma'lumotlar bo'lishi kerak. Shubhasiz, strategiyaga kontent reja tuzish ham kiradi. Kontent reja quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak. Qiziqarli va foydali matnlardan, vizual qism esa infografika, suratlar, grafikalar va videolardan tashkil topishi kerak. Bu auditoriyani biznes sahifada to'plash va uni faol ushlab turishda yordam beradi. Facebook sahifasida joylashtiriladigan eng yaxshi kontentning nisbati bu 80 ga 20. 80% bu o'quvchilar uchun foydali va ko'ngilochar kontentlar. Masalan, memlar, professional hazillar, so'rov natijalari, video sharhlar, foydali ma'lumotlar to'plami, qiziqarli infografikalar va boshqalar. 20% biznesga oid materiallar. Masalan, kompaniya, xizmatlar, mahsulotlar va takliflar haqida matnlar. Shuni yodda tuting, bu 20% ni zerikarli qilmang. Aks holda foydalanuvchilar e'tibor bermay o'tib ketadi. Buning o'rniga kompaniya ichki jarayonlari, orqa sahnadagi voqealar, xodimlar, ish tamoyillari, missiya haqida hikoya qiling. Shuningdek, sohangizdagi ekspertlar va fikr mutaxassislari bilan intervyular tayyorlab e'lon qiling. Qiziqarli kontent yaratish siri nimada? Facebook biznes sahifasi uchun qiziqarli postlar tayyorlashda maqsadli auditoriyangiz va mavjud obunachilar qiziqishlarini o'rganing. Postlar yengil, dolzarb va qiziqarli bo'lsa, ko'p like va repost to'playdi. Facebookda postlarni targ'ib qilish uchun foydali maslahatlar. Faqatgina internet do'kon yoki xizmat ko'rsatuvchi kompaniya akkauntida post yaratishning o'zi yetarli emas. Tayyorlov bosqichlaridan so'ng biznes sahifani targ'ib qilishning vaqti keladi. Keling, har bir biznes uchun qo'llash mumkin bo'lgan ayrim fishkalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, sahifangizga havolalarni imkon qadar ko'proq joylashtiring. Bu degani hamma joyda spam qiling degani emas. Aks holda siz faqat potensial mijozlarning ishonchsizligi va asabini qo'zg'atasiz. Havolalarni o'rinli joylarda qoldiring. Masalan, boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizda, saytingizda, obunachilar uchun yuboriladigan email xabarlarda havolaga e'tibor tortadigan matn qo'shing. Foydalanuvchini qiziqtiradigan, uni biznes sahifangizni ko'rishga majbur qiladigan jumlalarni yozing. Masalan, foydali qo'llanma, chegirma, bonus va shunga o'xshash takliflar bilan ularni jalb qiling. Ikkinchidan, barcha tanishlaringizni biznes akkauntingizga obuna bo'lishga taklif qiling. Bu birinchi sodiq obunachilarni yig'ishning eng foydali va samarali usuli. Facebookdagi do'stlaringizga, telefon kontaktlaringizga va emaildagi tanishlaringizga sahifangiz haqida xabar bering. Uchinchidan, Facebook chatbotini yoqing. Buni akkaunt sozlamalarida juda oson faollashtirish mumkin. Foydasi esa juda katta. Siz dasturga oldindan ssenariy kiritasiz, u esa qiziqqan foydalanuvchilar bilan avtomat muloqot qiladi. Barcha suhbatlar Facebook Messenger orqali o'tadi va foydalanuvchi vaqtincha yoki kecha kunduz darhol javob oladi. Bu bepul va siz boshqa ishlar bilan band bo'lganingizda qisman qo'llab-quvvatlash ishlarini olib boradi. To'rtinchidan, foydalanuvchilarni muloqotga undang. Obunachilardan kelgan har qanday javobga, izoh, savol, hatto salbiy fikrga ham albatta javob berishni odat qiling. Bu foydalanuvchilar sadoqatini oshiradi va savdolarga bevosita ta'sir qiladi. Auditoriyani jalb qilishning noodatiy usullaridan biri foydali ma'lumotlar bilan vebinarlar o'tkazish yoki shaxsiy akkauntda jonli efir boshlash yoki biznes sahifangizga taklif qilishdir. 5-dan, o'zaro PR imkoniyatlarini qidiring. Siznikiga o'xshash mavzuga ega sahifalar administratorlari bilan tanishib, bepul o'zaro PR haqida kelishishga harakat qiling. Boshqa akkauntlarda joylashtiriladigan kontentlar ham xuddi o'zingizniki kabi foydali va qiziqarli bo'lishi kerak. Potensial mijozlar va hamkorlarga nisbatan halol bo'ling. Buning evaziga siz sodiq obunachilar va biznesingiz uchun iliq lidlarni qo'lga kiritasiz. 6-si, to'g'ri vizual kontent yarating. Vizual kontentning noyob va yuqori sifatli bo'lishi kerakligini hamma biladi. Lekin texnik talablarda ko'pincha muammolar yuz beradi. Quyidagi formatlarni yodda tuting.
Suratlar uchun nisbat 1:1 yoki 3:2 bo'lishi kerak. Suratli post 1200 ga 800 piksel bo'lishi kerak. Havolali post 1200 ga 630 piksel bo'lishi kerak. Video davomiyligi esa 60 soniyagacha bo'lishi tavsiya etiladi. Shunday vizual kontent yaratingki, u auditoriya e'tiborini bir qarashdayoq jalb qilsin. 7-si, boshqa foydalanuvchilarning postlari ostida izoh qoldiring. Facebookdagi postlar ostidagi faoliyat og'zaki reklama prinsipi bo'yicha ishlaydi. Izohlarda samimiy maslahatlar bering. Ayniqsa tanishlar, do'stlar va begona odamlar javob bera olmaydigan ekspert savollariga. Bu sizning obro'yingizni oshiradi va auditoriyani jalb qiladi. 8-si, Facebookdagi targeting imkoniyatlaridan foydalaning. Facebookning pullik reklama vositalari biznes sahifangizni o'stirish uchun cheksiz imkoniyatlar yaratadi. Foydali va ko'ngilochar kontent bilan reklama e'lonlarini yarating va ularni ishga tushiring. Shu orqali har kuni yangi foydalanuvchilarni biznes akkauntingizga jalb qilishingiz mumkin. 9-si, olingan natijalarni tahlil qiling va biznes akkauntni tezroq rivojlantiring. Keling, xulosa qilaylik. Facebookda biznesni targ'ib qilish mashaqqatli ish. Dastlabki natijalarni olish uchun ancha vaqt va kuch talab etiladi. Shuningdek, pullik reklama uchun alohida budjet ajratish zarur. Ammo sifatli mahsulot yaxshi yo'lga qo'yilgan biznes jarayonlari. Facebook algoritmlarini bilish, yangiliklarni doimiy kuzatib borish va olingan natijalarni tezkor tuzatish ko'nikmasi sizga raqobatchilardan bir necha qadam oldinda bo'lish imkonini beradi. Natijada Facebook targ'iboti orqali daromadingizni sezilarli darajada oshirishingiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha